Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Yana oyijon. To'xtang. Siz noinsofsiz. Qanaqasiga? Oilamiz misolida tushuntiraman. Biz oilada 6 jonmiz. Shunaqa? Xo'sh. Dadam sizni yaxshi ko'radilar. Siz ham dadamni yaxshi ko'rasizmi? Ha, yaxshi ko'raman. Meni-chi? Albatta yaxshi ko'raman. Men ham sizni yaxshi ko'raman. O'g'limizni-chi? Ha, qizimizni ham yaxshi ko'raman. Ular ham sizni yaxshi ko'rishadimi? Ha, Oilamizdagi 4 odamni siz yaxshi ko'rasiz. Ular ham sizni yaxshi ko'rishadi. Onamlar ham sizni yaxshi ko'rishlari aniq. Lekin siz onamlarni yomon ko'rasiz. Shunaqami? aslida unaqa emas. Qanaqa? Qarang. Alloh sizga 4 nafar yoqadigan insonni berdi. 1 nafar yoqmaydigan inson. 4 ga 1. Bu siz tomoningizdan noinsoflik emasmi? Mabodo shukr qilishingiz kerak emasmi? Onamlarni nimaga yomon ko'rishingizni bilaman. Chunki onam sizga dakki beradilar. Chunki siz xato qilgan bo'lasiz. Onamlar farzandlarini, nabiralarini hammalariga dakki beradilar. Shu qatori sizga ham. Buni nimasi yomon? Siz juda ko'p onamlarni menga yomon ko'rsatmoqchi bo'lasiz. Shahlo, sizga va Instagramda kelinlarga hurlik nimaligini o'rgatayotgan ba'zi bir jinni sang'i psixologlarga savol. Biz kabi o'g'illar siz kabi kelinlarga yoqmayotgan onalarimizni nima qilaylik? Ulardan voz kechaylikmi? Qariyalar uyiga borib tashlaylik. Yo o'ldirib yuboraylik. Nima qilaylik?